Mesela bu facialını misal sözleşne halisle eğer demiş marif cemiyet kuruluşun burunqı meyli sizli meyli bartacım olsun meyli Japcan kam qatarlarniki bunun hammasi kitapta barmı? Bu facialarni eğer sözleşne halisle biraz söylemle. Bunu mında hamda bunu sözleştim burun ma kitapni o'qidim dedilar. To'liq o'qidim. Evet, evet. Ma kitapning kirish so'zida manda degan yerim bor. Ba'zi ahvollarni, sharoitimiz, hozirgi siyosiy vaziyatimiz sababli atlab o'tib ketdim. O'tib ketgan men yozganlarmanchiki insonni ichindirsa atlab o'tib ketganlar qancha bo'lam deb. Men endi qolgani qisqachaday ana shunday yashadik. Men hayotimda bek pushman qilgan ishlarim jiq emas, ammo shu chiqqan vaqtlarning o'zida yoshdik aynan 27-28 yosh vaqtida. O kadar ümit bilan, o kadar jangovar ruh bilan chiqqan. Bu kadar uzun shuncha ishlarni bilar ekanman. Shuncha ko'p kitob o'qibdiman, necha ming balkim necha universitetni bitirgan odam bunda bir ko'p kitob o'qish mumkin emasdi balkim. Ta tug'ilishimdan tortib shaharning ichida, kindigida, xalqimizning ichida yashab cho'ng bo'libdiman. Hozirmi shundaq. Mana Zaytunburunda shu Uyg'urlar eng ko'p mahalani o'rtasida yashab o'tyapman. Ammo manda uzun yashab biqishimni faqat yashab biqishim qarta faqat ideya tayyorlab qilmoqdim. Men 97-yil ichida ya vatanda olamiz yo o'limiz ishkining birisi deb shu butun planim shu yergacha tuzilib ekan. Meniki. Mo'shuningga mening nayt ko'nglim yerim. Ikkinchisi iqtisod masalasiga men ko'ngil bo'lmabdi ekan menda. Ishlar bo'lug'liq. Pachoqlarimizga tengab chiqqan, kemallerimizning arası qistirib chiqqan o dollarlarni uçup ketib yana shu jon eshib qoldi. Masalan, shu iqtisod masalasiga men ko'ngil bo'lmabdi ekanmiz. Ana shunda yashadik shu vaqtning o'zida, hele mana bugun ata xuddi bu yerdan buyruq kelib qolar. Umid bilan ashuna yashaymizda. Yana bir qism odamlar bor, jon jahli bilan tijorat qiladi, pul topadi, ishlaydi. Hozir qanday odam bo'lsa, shu vaqtda o'zini shunday odamdi. Ha o'zining turmushi bilan yashaydiganlar ko'pdi. Ammo bizga o'xshash shu vatan ozod qilsa qildi. Elimimiz, mana mangamiz deb shu buyruq kutib turgan odamlar azdiq. Masalan, shu Abdujabbar Nabiyam shu Nurpasha mahallasi 10-ko'chatga vaqf qilayotgan uyini men bir yarim yildak boshqarib turdim. Haramga mangan, ayzdan kelgan, qiyinchiligi bor degandek odamlar kelsa 15 kungacha uy tepbagacha yasun ondan jahiyatmıсын kelgan ketganlar ko'p bo'lgan ekan Istanbulga. Boshqalarni foydalansin deb shunday degan. 8 qo'sh karvat, bir ayrim karvat ichida 9 karvat bor. Ba'zi 8, 10. 14 kishi odam bo'lib ketdi. Bosh karvatlarda. O'tirib qoldek o'g'il bola. Chaqmoqdek. Hele mana ana hammamizning ichida shu bir dat, shu hazrat bor. Shunday mina dim qachon ayna ishlayapmiz qo'limiz ishga bormaydi. Ay bu hamda buni nima deymiz? Ash kech-kechalab tahajjud namoz o'qiymiz. Kunduz kurash ko'rsandan keyin naqsin toz yuqori ovoz echib o'tib ba'zida. Davomli unalg'u anglaymiz. Sendan ayrilib vatan, yegan oshim osh emas. Sana telmürgen közlerden kanlar aktı yaşamaz. Yat eldeki altın mı men üçün bir taş emas. Bu derdimle anlatıp salam dağlar vatan geldi. Şuna yaşayımız, şuna yaşadık anda. Ama miyakel, ayazdu, miyatu dedi hayatım. Şundak içim puştu mesela, canım sıkıldı. Mehmet bir yere verip işleyip baktım. Vatanga Mehmet dostumu çatalga çıkıp Türkiye'de işleşke başlaptı dese, o Mehmet dostumu pul tepişki düşüptü mü dese, agap bana ölümden artık tuyuldu. Ben işlep pul tapıkla çıkmadım. Benim kimliğimde bilmem de benim halkım. Şunun bilen
58 Bulvar Caddesi'ne çıkıp şu İsa Yusuf Alep'teki yolunun tutaşkan eğizida. Şu bir gün 6. ayının 5'inde. 98. yılı 6. ayının 5'inde. Pişim namazının yandım. Etrafımda 5 adam, 5 oğlu var. Bana bilen al. Kulağımda bile kana çıkılıp kim bile baka başladı da şu katım vakadı. Bulvar Caddesi, 58. Bulvar Caddesi. Lak adam. Bütün adamın bunu qaraydı. Nim boğandı. Beşi yenem deyip beş. Kaçıda gaya tapamay kaldı. İzzat atıp da mıskıldı. Hiç bulmuş ülüp ketadigan canға. Bunda ısırapı bitkicə menen jenem baka paylarız. Ertesi bu gep Purket'ten bütün İstanbul'a. Ertesi biz geldi. Adaş maşında depslerinde de şunda dedim sen. Menla bizning tarixanda işlanlar aylığına $200 veray. Türkiye degan maşında ya, chat el degan maşında ya 6-7 dükkanda taşlap koyup çıqqanda oçi. Boğandı eken, bakağam işlemenglar mesela $200 veraydi. Şu vaqtimizda tarixanda ishlaydiganlarning ki shagird bo'lsa $2000 yuqorisi $10,000 ishlaydi. O'tir hisob bilan $5-6,000 ishlaydi bir oyda. O terchilar xurum chapan tikadigan gibi. Dazmalchi, o'tuvchi mana. Tikkuchi, tugmichi, öbürlükçi aşına ne çıkıl isim bakyan ko. O'tir hisob bilan aşına $5,000'dan yuqorisi ustular edi. Tiz tikadi qaldir $10,000'gacha pul tapadigan vaqtlar. Rahmet. 3-4 kundan keyin Mahmud bilan yanglab Rasbakaga ishlamni. Men bakaga ishlayman. Shuna bilan ash Karimzakalik şirketida bir şirket kapatı Çemberli taşda. Mustafa Ketiç ekan. Alt qavatlik bu şirket 48'dagi adam barkan. Shu vaqtning o'zida İstanbuldagi Zagalik şirketi Zagala uyuşmasının muavin başlığı ekan. Yani 3 ortak varken cemi 4 ortak açkan şirket. 3 katım sordu. Bakaga işlem, rast bakaga işlem. Bakaga işlemedim. Bir yarım yıl bakaga işledim. O pullarning hammasi tugadi. Şu meningdan burun şu vaqtlarda şu mende chiqib mana qilish quli bormay, masalan birisi $50,000 pulni ko'tarib chiqib ekan, o shu pulni tugab ketib, o jeni ishib qilib, yatadiga yat topolmay, dengiz bo'yiga yeliq yo'g'on qoram toshlarning orasida yetib yashab ekan masalan. Shunda hikoyani anglaydik. Bir yarım yil yashagandan keyin to'xta Mehmet do'stum, endi bo'ldi qayal. Bir $250, $500 atrofida pul qapti. Amma manadan ayrılib ketsang, yeni bo'ldi qilmasang, menda bekaga ishlab ochchig'ida o'tib ketsang, sanma dengiz bo'yiga yo'g'on toshning orasi qolsa, qosh bilan kirib orasi qolsa. Angacha men bunda tugilib qalagliq. Peyt atış bağın adamda yolda masamda 3 bucak mağdagan bo'lib qalagliqda. Yurib büyüp bunda muştular özlüğünden tükülüp ketediken. Şuna bilen o Mehmet Do'sun Toңғора deydigan bo'ldi uçakta getirip buyurlar. Toңғoradaş, undaq qilmaqlı deyme, siz Şarkı Türkistan davasını kötürenmağan, o biri adamның qulidan kildigan iş emas, o vatanның davası degan nima undaq qilib olasizlar? Mana kim kötüren degan. Mehmet Do'sun Toңғora deb ataldık. Atçığı yaman, Toңqapak, Toңғora, yani nime gaplar var, ne çıkılır laqamlar bu. Şunun bilen aşı saqlab hiç bo'lmagandan keyin ahirda bizim bo'ldi. Endi vicdaningga ay bir alaysa ishladi. Xulosa kelam ishladik, pul tepish uchun emas, faqat yashash uchun ishladim. Tapqan pullarımızla yine şu yolga işledim. Bugünkece Allah'a şükür turmuşumuz normal. Ama bu vatan davası üstüde yaşavatımız. Kolumuzun kâgine kıldık. Emmene kıldık. Sağına kıldı. Maskır kılıştı. Mesela yüzümü çoğun bilgen adamlarına kaçka bağdık. Anda qınmaylı, teşkilat kuraylı bir iş kılaylı dedik. 4 aylık teşkilat degan bir mavzu var. Şuna ama bütün jarayanlar şunda bo'ldi. Yeni birisinin qışığı bardık bazı adamlar. Ma sizdan başka adam yok anda mandaq. Xoş. Bu siyasi davamı yaxşı, mana politik siyaset bir qo'ldan chabaq chiqmaydi, ama siyasi davamı ma şekilde mangsun. Amma yeni bir jihatdan bizning ki mandaq qoralliq qismimiz bo'lsin, mandaq ish qila oladigan mandaq deb ekanman.
Şunda oturup gitip atrafıdakilerge Mavu Macara perestler. Macara perestler. Macera degan gap nima? Bunun mana nusxasi bor ekanda. Jiang Zemin degan Xitoy Afrikadagi falon davlatga bordi ekan. Bizning bayrayil desek bir binasimizmi yo'q. Agar hal qiladigan ish bo'lib qolsa dedik. Desak, so'rab boqinglar Mehmet do'stining pul tugab ketibdimi debdi. Deb shuna gap angladik masalan. Biz shu o'zimiz biladigan odamlardan so'raymiz tarafimizda. Xo'sh. Ma Leping degan Xitoy Turkiyaga keladi ekan, Xitoyning tashqi ishlar ministri. Sayohatdan keyin nuqtaliq Sulton Ahmad qatori yerni aylantirdi ekan. Sayohat qiladi ekan. Bunday ahvol. Men bor dedim. Bir o'ylan ketdi. Kechdi. Mehmet Do'stun dedi. Pulingiz tugab ketdimi dedi. Binasi lazım dedim. Men yolg'iz bo'lgan ekan, qo'limdan kelmaydi ba'zi bir ishlar. Bu bunda o'tib ketmaydi dedim. Mina yaşadık. Men her vaqt Sharqiy Turkistonning bir nafar jangchisi deb yashadim o'zimda. Hozir men shunday yashayman. Chunki men Sharqiy Turkistonning bir nafar jangchisi. Bir askar. Ama anda desak Mehmet Do'stun pul tugab ketibdi deb atgan. Puling mana desak pulingiz tugab ketibdimi deb atgan. Bu qilayli desak bir o'tirda bir ish qilayli deydigan odam yo'q. Bu can eşip kılıvatkan, andın akaratlık çidimay berip ayad ülüp biravatkan şeydi bulavatkan mesela. Abim kahvalda. O mellam üç boyacak bulup manda men apton gorup kalganım ben desem manda ülüp ketken adamda mı bay yine. Demek ki bu bizdeki adamdaki normal da bu yerde. Hoş. Muşunda yaşadık aynen. Ana kıpak mesela Aş meşalik hücum kılış vakası Xitayga. Mesela şu adam yalgız emas aslında. Ma tunca katım deyilgen gap buldu. Men yalgız emasdi. Ama bu amelga aşmadı. Ertesinden başlayıp Mehmet Do'stun meşalik hücum kılmaya Xitayning olimpik meşalik hücum kılmaya deb Türkiye'deki Uygurlarning obrazını xonaklaştırıp etdi. Türkiye'nin saqçıları hücum kılıp o obrazını xonaklaştırıp etdi. Dükanı tuttu men şu vaqtimizda Şenlik Uygur market deb bir bakkal dükanı çıkıp vaqt. Özümni ot yaqsam Azerbaycan'da Sapaköy'de bir fitne. Mehmet Do'stun Allah bilan işim yok dedi, dinden çıkıp gitti deb fitne taqatdi. Şuna bilan meni murtad deb ölüm hüküm qilishdi. Xo'sh. Ben bu doktorxonadan chiqib uzun suzib ketgan igizbaslikda bala muddatdan burun tug'ildi. Maryam ismli qizimiz. Aşağıda ölüp ketdi. Yani bana keldigan ajal o qizimizga keldi. Öldü. Bu kızımızın namazını bizden mağava hazırka Alimcan Boğda kıldı 5-6 Uygur 10 da Türklü olup mazarlıkta Azencirli koy mazarlıkta depne kıldık. Yani bu bir cana geldi. Men ma palaket bilen ma işler bilen yüzsem bu murtadını öldürmüş çapımız dep yürüyülgen peşimdamızdan Stasyon Camii'den peşimdamızdan yenip çıkan cemaatinin arasında ayna deb ikkiga bo'linibdi. Bir qismi sen ayna murtadni qo'g'duding tarafdori bo'lding, mushishimiz deb chapmasab yurishlik. Ma Xitoy konsuli viza bermasa Abduzikagacha shu Mehmet Do'stun degan sarang o'ziga qo'ymagan bo'lsa, viza birda sarang qo'yg'ashga bizga mana viza bermadi deb Abduzikga bo'lib murushdik. Chiq ishlar bo'ldi. Mana bu shunda yashadim. Bu chat elda. Shuni bilan jangga kelgandan keyin bu ahvollar bo'lgandan keyin bu saqaygan ming bir bola bilan saqaygan bu kishi yenib ketib, bir yil suzilib ketdi. Shu araliqda do'konda mo'g'az kechib oladi deb bikaga bergandek bir betdi. O yenib chiqqan bo'ldik o do'kondanmi. Satayli Uyg'ur desak hech kim olmadi. Keyin uqsaq ash Mehmet Do'stuniki do'kondan boshqa odamning do'koni bo'lgan bo'lsa olib to'q. O xatarlik odam bo'lg'ashqa haliqi siyosiy jihatda xatarlik odam bo'lg'ashqa ziyo etib kelishdan qo'rqib o'ldim. Men $5000 chapinimni kiyib chiqib ketdim. Nima deymiz? Maltizlagan narsaning o'zidan $5000 yaraydigan narsa. Bir turklar bir do'konda bo'sh tepmoqchi bo'lsa, tutun puli deb $10-20 oladi shu vaqtida. Men tutun puli elish tugul, butun chapaniga $5000 chiqib ketadi. Elanglar deb
Aş vaqt bir de yig'inda 2 qatim uqtirdik, e'lon qildik, oylaq yig'inda ammadi. Axir bir qirg'izga berdi. Keyin men saqaygandan keyin ishlay desam, ish topamadim. Asli 8 oydan ishsiz qoldim. Shuning bilan Yevropadan ba'zi bir aloqalar kelib, bu nima ish bo'lib ketib bardi bu Mehmet Dursun nima ish topolmaydi desa, ay Mehmet Dursundan boshqa odam bo'lsa ish tutdi deydi. Bu dardni kimga yig'lab, kimga aytay degan gaplar bor masalan, ba'zi yerda. Shuning o'zi bir roman bo'lar, agar iziga to'g'ri kelib qolsa, qarab. Bu ishlar. Men shunda qilib baxtım, shunda deb baxtıq bu yerda jiq ishlar yolg'iz halaqa bir ishlar yolg'iz bo'lmaydi ekan. Oxirida yani Asot mahkemesinde sen Sharq Turkiston davasını ko'targan eting, nimishqa maydonda sendan boshqa odam yo'q deb boshlagan shu sotda hamma narsa deyildi. Buni hammani yezib bo'lmaydi. Yani biz Makuchada bir adam çekin eşip ahırık çekiyetgende Maguy'nun zıqı toştu deydigan bir gap. Zıqımız toştu. Ayadın devletinin nazarında biz zıqımız toştu. Neçe zıqım toşup ketdi mening. Bazı narsalarni yozaman, saqchi bugun ishga qaqamı, ertaga qaqamı deb ashunda o'tirib yozaman ham baharlayman da. Ashunda qilib baxtdim. Bir davomlashishni umid qildim. Davomlashtirilishini umid qildim. Diqqat qo'zg'ashni umid qildim. Bu jiq ishlar bor bu yerda. Xo'sh. Ammo unda bo'lmadi. Mening ziqim to'shib ketgandan keyin, to'shib ketavergandan keyin, yani ziqi to'shqandan keyin qanday bo'ldi? Menda o'ltirishga, sukut qilishga to'g'ri keldi. Ya u yolg'iz qolgan ishning ya bir ko'zga ko'rinmaydigan bir tutaqmich qilib ish qilib bo'lmaydi ekan, yar yo'lakchisi bo'lgandan keyin. Men hech tushunmadim o'sha ba'zi ishlarni. Men mushu darajada xorliqda ana qilsak Turkiyaning saqchilik hujum qilib obrazimizni xunuklaştirib atayotgan, o'zimizni ko'y desak, Maguy Allah'ını yo'qtab o'zini ko'ydirib murtad bo'lib ketdi deb atgan. Bu qo'g'disima qo'g'diganda deb atgan. Binasi yasab Xitoy konsulluq assam Uyg'urlarni terrorist qilib ko'rsatdi dunyoga deb atgan. Mana manda qilyapmiz, mana qanday qilamiz, mana desam, buning o'ziga gap ketdimi? Pul tegib ketibmi? Men o'zini so'rab bakım deb atgan. To'g'ri zot. Mana o'sha so'roqchilarni ko'rib, yandin, o'sha kunlarni ko'rib, bugungi kunga keldik. Turkiyada yashayapmiz. O'lmasa ariq chiqmas jon bo'lib. Shunga men muncha uzun yashab ketishimni o'ylamagan, bunda ishlarni qanday kunlarni kechirdilar degan kelganda Turkiyada. Yana ish qilib, bu Yapcankan, Baratacım, bularning ko'rgan narsasini, kitob tilg'in narsasini yana atlab o'tib ketlamdi. Deyishni xohladim. Endi Yapcankan hayat bormish Istanbulda. Mencha Yapcankan bilan o'zi bilan bir suhbat o'tkazsa yaxshi. Yapcankan gapini o'zi qilib bersin. Xo'sh. Ba'zi bir gaplarni men tilga olsam yaxshi bo'lmaydi. Yolg'on ep bo'ldi, mana shu bo'lgandan keyin yozig'liq. Xo'sh. Endi Baratacım rahmatlik Mesela şu vakitden özde hamma adam anda deydi, şu vakitlarning o'zida bu vatan davosiga bunda xizmat masalasida shu 2001-yilgacha 2001-yili biz Ash Mehmet Ümenning uyida tunji qatim ikki jumhuriyatimizni xotirlash faoliyat o'tkazdik. 30 dak Uyg'ur yoshlari yig'ilib. Chet elda ikki Sharq Turkiston davlatimizning qurilganligini xotirlab o'tkazgan faoliyat. Tunjisi deb yozdim maktabga, chunki burunqisiga qarata bir material topamadim men. Ashnodan burunqi tarixda jumhuriyatlarimizni xotirlab bir faoliyat o'tkazib boqqanmi chet elda. Deb. Masalan, o siz bu vaqtida mavjud bor tashkilotlarni o'tkazmamdi? Ya o'tkazmaydi. Bu bizga chiqsak, yilda bir qadam yig'in ochadi ekan. Osman Batur'un resmini çıkarırken bir katımda ya mayza qarab tuğar resmi, ya mayza qarab tuğar resmi, ya atqı mengen resmi, ya atqın piyada tuğar resmi. Bu Sharq Turkiston davası qilganlik bo'ldi ekan. İsa Yusuf Albitikini xotirlash yig'ini ochdi ekan.
Bu Sharqiy Turkiston davasini qilganlik bo'ldi ekan. İsa Yusuf olibdikin demak Sharqiy Turkiston demak ekan. Sharqiy Turkiston demak İsa Yusuf olibdikin demak ekan. Boshqa uchinchi bir shaxs yo'q ekan. Mehmet Emin Bug'roning ismi, İsa Mas'ud Sabir Boyqozning ismi qisman intayin az sonda tilga elinib qoladi ekan. 2000-yillardan keyin Abduqodir Damollamninki, ananikin Mehmet Ali Tevfikning, Abduxoliq Uyg'urlarning ismi tilga ilinishga boshladi. 2000-yildan keyin undan birini anglab boqmagan. Xo'sh. Tilga ilinishga boshladi. Sabit Damollamning ismlariga xali bor, xali keyin tilga ilindi u ishlar. Shu manda gaplarni, manda qisqa suhbat desak, menimcha aks ta'sir berib qoladi. Shunga bu Bartajgam rahmatlikninki atlab o'tib ketishimdagi sabab Bartajgamninki fojia va kurash ichida o'tgan hayot deb bir kitobini o'qish kerak. Bor. 134 betlik kitob. Bir o'tirishda yig'ir kelmaydi, bir o'tirishda o'qib ketadi u. Uni G'ulom Zulfiqar apandim bunda Bartajgam bilan 100 tarani o'ltirib og'izdan deb birishni aynan xotirlab unda chiqargan kitob deyman u. Shunga kitobni o'qisinki, mendan yaxshi deb biraydi. Men maydonda 9 odam qolgandik degan mavzuda bir qadar to'xtaldim hamda. Eng yaxshisi kitobni o'qisa, meniki 5% bo'lsa, kitobdan 95% chiqadi. Shunga. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun.